Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun mana mashinamiz kelgan, yaxshi mashina. Vikipga beriladigan mashinamiz ham bor. 2011-yil metan gazlari bor. 15% joyida kraskasi bor. Karmetal, metan chexol polik qilingan Tesla monitorlar Vikipga ham beramiz. Boshlang'ich to'lov qilsangiz, bir $1000 boshlang'ich to'lov qilsangiz 5-6 oyga 4,5 ming yoki 1 yilga olaman desangiz 5 mingga Vikipga beramiz. Vikip uchun. Qolganlari avtokredit mashinalar, mana 606miz 700 bu 606 damazimiz $1085 bilan chiqadi. 2.850.000 dan oylik to'lov. 2023 yili kraskasi toza, bir tomchi kraskasi yo'q. Har qanday odam kelib minib ruloviga haydab ketaversa bo'ladigan mashina. Bu ikkinchi damazimiz 579 2023 yil $380 bilan chiqadi. 2.850.000 buni ham oylik to'lovlari. Mashinchamiz yaxshi, mehr berilgan. Buni ham aytganda har qanday odam haydab ketaversa bo'ladi. Gaz, pas, metan gaz hamma narsalari bor. Bunisi 432 $167 bilan chiqadi. 2.819.000 dan oylik to'lovlari. 2022 yilda amazimiz. Metan gaz, chexol, polik hamma narsasi qilingan. Kamchiliklari yo'q. Bu damazimiz 925 2022 yil $100 bilan chiqadi. 2.933.000 oylik to'lovlari. Metan gaz, buni ham hamma narsasi bor, hech qanday kamchiligi yo'q. Olasiz, minib ketaverasiz. 508 damazimiz $500 bilan chiqargan bu. 2.819.000 oylik to'lovlari bilan 2022 yil metan gaz, karmetal hamma narsasi navorotlar qilingan tayyor mashina. Olasiz, minasiz. 2024 yil damazimiz kelgan, atigi $100 bilan chiqadi. Chexol polik qilingan bu ham 13 balonlarda, metan gazlari bor. Tayyor minishga, ishga, har qanday dastavka deysizmi, taksi qilaman deysizmi, tayyor mashina. Kelasiz, olasiz, ketasiz. $100 to'lov qilasiz, boshqa hech narsaga to'lov qilmaysiz. Notarius, GAI, sug'urta hamma xarajatlarni o'zimiz qilib berib, sizga mashina nomingizga oformat qilib, o'tkazib, kredit bilan shuni yuboramiz. Bu 979 damazimiz 2022 yil $400 bilan chiqadi. 2.819.000 oylik to'lovlari bo'lyapti. Kelaverasizlar akalar. Labolarimiz ham bor. Labo oluvchilar uchun nima deydi? Qishda o'tin sotaman, yozda yuk tashiyman deganlar uchun zo'r biznes qilsangiz ham bo'ladi. Taksidan bizada bo'lgan odamlarga mana labochani minib ish qilsa bo'ladi. Bu labochamiz 195 2021 yil $200 bilan chiqadi. 2.700.000 oylik to'lovlar chiqyapti. 0.74 labomiz $1.232 bilan chiqadi. Akalar, oylik to'lov 3 million. Yili 2024 akalar, mana furgonlari qilingan, hech qanaqa xarajat qilmaysiz. Bunisiga bir 20 million, 15 million xarajat qildim demaysiz. Metanlari bor. Mashinani olasiz, soqqani qilasiz. Qolgan avtomobillarimiz ham bor. 557 damazimiz. 557 damazimiz 2024 yil $700 to'lov bilan chiqadi. 2.933.000 oylik to'lovlari bo'ladi. Yana xohlasangiz Damas, Labodan zerikkanlar, yengil avtomobillarimiz ham bor. Xohlagan Gentra, Nexia 3, Cobalt $200 ga chiqadigan Gentra, Nexia 3larimiz ham bor. Kelaverasiz, pastdagi raqamlarga bog'lanasiz, aloqaga chiqasiz, sizga mashinani qilib beramiz avtokredit asosida. Mashinani bo'lasiz, $200 ga, $100 ga mashina bo'lsa bo'lib qoldi. Kelaverasiz azizlar.